Assalomu alaykum. Bu videoda biz SK imtihoni, ya'ni Sejong koreys tilini baholash imtihoniga kabinet ochish va imtihonga registratsiya qilishni o'rganamiz. Hop, bizda quyidagi kanal bor, ya'ni Namangandagi Qirol Sejong maktabi o'quv markazi desa ham bo'ladi. Hop, bu yerda e'lon tashlangan, ya'ni mana 6-SK to'g'risida. Bizga asosiy narsa nima kerak? Bu yerda bizga havola kerak. Ya'ni mana shaxsiy kabinet ochish va ro'yxatdan o'tish uchun sayt. Hop, biz o'sha saytga kiramiz. Hop, saytga kirdik. Bu yerda tepadagi 3 ta chiziqni bosamiz va o'ng tarafni agar mana ko'rayotgan bo'lsangiz, Have kayb, ya'ni a'zolikka qo'shilish. Bu kabinet ochish uchun kerak. Hop, mana bosdim. Kabinet ochishni ko'rib chiqamiz. Bizda quyida 3 ta rozilik uchun nima so'raydi? Ruxsat. Ya'ni 3 tasini ham bosib, mana bu tongehagi, ya'ni qo'shilaman, roziman ma'nosida. Hop, shu joylarni to'ldirib chiqishimiz kerak. Ya'ni birinchi navbatda bizga email kerak. O'zimizda email bo'lish kerak. Email yoki Gmail deb aytsak ham bo'ladi. Bu yerda men bir kishini kiritaman. Ya'ni hop, quyidagi odam Gmail. Ya'ni va injing degan joyni bosaman. Bizga kod boradi mana. Hop, mana email injing kodiga palsong teyosimda, ya'ni o'sha email nima tasdiqlash kodi yuborildi. Tekshirgandan keyin o'sha kodni yozing deyapti. O'sha kodni hozir o'sha odam menga jo'natsa qaytib yozaman. Agar sizda o'zingizni Gmailingizga kiritayotgan bo'lsangiz, sizning Gmailingizga kod bor edi, o'sha kodni kiritishingiz kerak mana shu joyga. Hop, ungacha biz boshqa joylarni to'ldirib turamiz. Mana bu yerda ikkita parol kiritish kerak, ya'ni kichkina harf, endi katta harf bo'lsa ham bo'ladi va raqam va maxsus belgi ham bo'lishi kerak. Hop, men yozaman o'sha kodni. Xuddi shu kodni qaytib yozaman. Ya'ni yozdim. Hop, shu joyda bitta videoni pauza qilaman, nimaki o'sha odamni Telegram orqali kodni olishim kerak o'sha odamdan. Hop, videoni davom ettiramiz. O'sha odamdan kodni oldim, ya'ni u quyidagicha mana. Shu kod Gmailga keldi. Men uni kopirovat qilib, ya'ni nusxalab shu joyga joylayapman. Pastroqqa tushamiz va bu yerda mana Song, ya'ni sizni inglizcha familiyangizni so'raydi. Agar ismingizda X harfi bo'ladigan bo'lsa, uni K yozish kerak yoki familiyangizda Q harfi bo'ladigan bo'lsa, uni K harfiga almashtirib yozishingiz kerak. Ya'ni inglizcha variantda. Hop, uni yozaman. Hop, yozdim. Endi bu yerda irim, ya'ni ismini yozish kerak. Hali aytganimdek, agar X harfi bo'ladigan bo'lsa, K yozish kerak. Ya'ni Xondamir bo'ladigan bo'lsa, Xondamir bo'ladi. Yozdim. Va mana bu yerga sajin va tingnokni bosib, mana bu yerda rasmni yuklayman. Yukladim. Hop, mana va o'lchovlarni to'g'rilab, mana bu yerda sajin chojang bor, ya'ni rasmni saqlash. Shuni bosaman. U mana bunaqa allim, ya'ni bildirish. Rasmni tekshirdingizmi, rasm mosmi deb so'raydi. Va menda havagin, ya'ni tekshirdim ma'nosidagi nimani bosaman, tugmani. Bosdim. Endi mana bu yerga Sengyon Voril, ya'ni tug'ilgan yil, oy, kun. Hop, tug'ilgan yili 2010-yil. Hop, 1-oyning 4-kuni ekan. Hop, to'g'ri kiritdim. Va mana bu yerda telefon raqam qaysi davlatga tegishli? Bu O'zbekiston va telefon raqamini ham nusxalab olganman quyidagicha. Va pastda Kukjok, ya'ni millat bor. Millat degan joyga O'zbekiston fuqarosi degan narsani yozamiz. Hop, mana O'zbekiston. Mana bu yerda mana email sushin yobu, ya'ni email orqali nima desa bo'ladi? O'sha tekshirasizmi ma'noda. Ha deb qo'ydim. Ya'ni nima muammo bo'ladigan bo'lsa, email orqali hal bo'ladi. Quyidagicha, ya'ni biz birinchi qadamni qilib bo'ldik va ikkinchi qadamni ham bajardik hozirda. Va hop, kayib shinchong, ya'ni a'zolikka registratsiya qilish. Shuni bossak, bizga mana Hevon kaybi Songong Yogiro valyo tve osumnida, ya'ni o'sha a'zolikka qo'shilish muvaffaqiyatli yakunlandi deyapti. Biz tekshiramiz. Shu joyda siz to'g'ri bajarganingizda mana login orqali tekshirib olsangiz bo'ladi. Lekin bo'ladi. Masalan, tekshiramiz mana login. Hop, quyida mana Hevon, ya'ni a'zoning logini. Nima qilamiz? Mana
birinchi joyga hani kiritgan emailimizni yozamiz. Mana emailni yozdim. Pastiga esa kodni yozamiz. Ya'ni quyidagicha hop mana yozdim va mana bu ID keyok hagini bosib qo'ysam, telefonni o'zi xotirasiga saqlab oladi. Ya'ni xotirada saqlash. Shu Gmail bilan shu kod doimiy saqlanib qoladi. Siz doimiy yozishingiz shart emas. Endi biz boshqa kishini bajarayotganimiz uchun unday qilmaymiz. Va loginni bossak, hop, mos kelmayapti deyapti. Endi esa mos keldi. Hop, hali yozishda ozgina xatolik bo'libdi. Hop, bo'ldi. Shu biz saytda turibmiz. Shu kabinet ochilgan. Ya'ni loginni ham tekshirdik. Shu kabinet ochish bo'ldi. Endi kabinet ochish bo'lgandan keyin siz buni bir hafta oldin qilib qo'yishingiz mumkin yo 1-2 kun oldin qilib qo'yishingiz mumkin va imtihon kuni ham bajarsangiz bo'ladi. Bu bitta usul va mana bu chop sohagi, ya'ni qabul qilinishni bosib davom ettirsa bo'ladi. Endi men ikkinchi variantini tushuntiraman. Ya'ni siz kabinet oldinroq ochib qo'ydingiz. Endi o'sha kabinetdan chiqamiz mana. Log out. Hop, biz kabinetdan chiqib ketdik. Ya'ni endi imtihon kuni nima qilish kerak? Siz endi login bilan qaytib kabinetga kirasiz. Shu sayt orqali va haligi login parolni qaytadan yozasiz. Hop. Mana va siz shu orqali mana saytga kirasiz. Registratsiya payti. Hop, bu yerda mana ko'rsangiz pastida yozib qo'yadi, ya'ni 6-SK imtihoniga registratsiya qilish. Biz chop sohagini bosamiz, ya'ni qabul qilinish. Bossak quyidagicha oyna chiqadi. Ya'ni birinchi qadam qabul qilinish. Mana 6-SK haqida ma'lumotlar berilgan. Hop, kvamok, ya'ni yo'nalishlar deylik, fanlar titki, ilgi, maragi, sigi, ya'ni 4 ta yo'nalish bo'yicha bo'ladi. Muddati shu vaqtdan shu vaqtgacha va chiqarish, ya'ni daraja chiqishi oktyabrning 25-sanasida ekan. Ya'ni hozir 6-SK bo'ladigan bo'lsa, uni natijasi 25-oktyabrda chiqargan. Biz buni bosamiz. Ya'ni imtihon payti uni registratsiya qilish payti uni ko'rish kerak emas. Lekin e'tibor qilsangiz yaxshi. Kabinet ochganimiz pastda chiqadi mana. Quyidagicha biz kiritgan ma'lumotlar chiqadi. Nima qilamiz? Birinchi navbatda mana bu tepada rasm bor. Yana qaytib rasmni yuklaymiz. Mana. Rasmni yuklab pastda mana sajin cho'jan, ya'ni rasmni saqlash va tekshirdim ma'nosidagi tugmani bosamiz. Mana rasmi kiritildi va pastroqqa tushib 3 ta narsa kerak xolos. Birinchisi mana Amerika va Osiyo. Agar Amerikani tanlaydigan bo'lsangiz, u pastida mana Brazil, ya'ni Braziliya chiqadi. Yo'q, siz uni qilmaysiz. Siz Osiyo, ya'ni Osiyo hududidasiz va pastni bossangiz faqat O'zbekiston chiqadi, O'zbekiston. Va uchinchisini bossangiz O'zbekistondagi 4 ta Sejong o'quv markazlarining nimasi chiqadi? Ismlari. Birinchisi mana Toshkent, Perigani Sejong Hakdan, ya'ni Farg'onadagi Sejong, uchinchisi Andijon, ya'ni Andijon va oxirgisi Namangan Sejong Hakdan. Biz endi Namangan viloyatida yashaganimiz sababli Namanganni bosamiz mana. Bo'ldi va Chakson Vallio, ya'ni tugallash va tasdiqlashni bosib va bizda 3-qadam bor, ya'ni Pyonga Chopsu Neyok Chohve, ya'ni nima desa bo'ladi? Anketa, ya'ni registratsiya qog'ozini yuklab olish ma'nosidagi tugmani bosamiz. Pastda mana shu registratsiya qilganimiz bo'ldi. Bu yerda endi qiladigan ishimiz mana Suhompyo Chulyok, ya'ni nima desa bo'ladi? Bizga berilgan imtihon raqami bor. O'tiradigan joyimiz imtihonda. O'shani Chulyok, ya'ni chiqarib olish. Shuni bossak bizga quyidagicha oyna chiqadi. Mana. Shu o'quvchini men hozir registratsiya qildim. Shu chiqadi. Lekin biz mana tepadagi INSVHgini bosamiz. Ya'ni bu chop etish degani va PDF holatda saqlab olamiz. Endi shu PDFni hop, PDF saqlandi. Shu PDFni imtihon kuni listga chiqarib va shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni ID karta bo'lsa ID karta, Zagram pasport bo'lsa Zagram, bo'lmasa metrka bo'lsa metrka bilan olib borish kerak. Shu SK ga registratsiya bo'ldi.